Avvalambor assalomu alaykum azizlarim. Omonat dunyoda omonat bo'lgan otajon va onajonlarimizni rozi qilish, qadrlash har bir farzandning burchidir. Ularni shirin so'zlar bilan ardoqlab, duolarini olishdan ko'proq savobliroq ish yo'q bu dunyoda. Lekin hamma ham ota-onasiga dil izhorlarini, mehr muhabbatini o'z tili bilan izhor eta olmaydi. Shu sababdan tabriklarim loyihasi orqali bugun ham bir komil farzandning baxtiyor otajon, onajonlariga qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum Mahbubaxon opajonim, salomatmisiz? Va alaykum assalom Rahmat. Sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ismim Madina. Rahmat. Siz uchun bir yaqin insoningizdan kutilmagan Ramazon tabriklari hamda dil izhorlar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, kimlar sizga dil izhorlari yo'llaganlarini? Bilmadim, endi qizlarim bo'lsa kerak. Opa-singillarim bor, o'g'lim bor. Judayam to'g'ri topdingiz. Sizni muborak Ramazon sharif ayyomi hamda yaqinlashib kelayotgan Ramazon hayit bayrami va Navro'z bayramlari bilan qutlab, barcha yaqinlaringiz nomidan qizingiz Shamsiyaxon tomonlaridan chiroyli dil izhorlari yetib kelgan va shu dil izhorlarini sizga chiroyli qilib yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Rahmat qizimga, rahmat. Salomat bo'ling. Agar ruxsat bersangiz o'qib eshitaman, tayyor. Mayli. Bo'ladi. Assalomu alaykum onajonim. Ko'zlarimning nuri, quvonchim, mehribonim. Sizni Ramazon sharif oyi hamda yaqinlashib kelayotgan Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Bunday bayramlarni ko'pini birgalikda nishonlashlikni Allohim nasib aylasin. Inshaalloh Allohimning baytlariga birgalashib, yetaklashib borishlik, xotirjamlik bo'lib yurishliklar nasib aylasin Allohim. Ushbu oyda sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatsin Allohim. Tutayotgan ro'zalaringizni va bajarayotgan savobli amallaringizni Allohning dargohida qabul qilib, ikki dunyo saodatiga erishtirsin va siz uchun rayyon eshiklarini kengroq ochsin Allohim. Doimo sog' salomat bo'ling onajonim. Har doim ham bu gapni sizga ayta olmasakda, lekin sizni juda yaxshi ko'raman. Onajonim, bizga bergan beminnat mehringizni cheki yo'q. Xizmatlaringizni, g'amxo'rliklaringizni ta'riflash uchun so'z boyligim yetmaydi onajonim. Sizni juda yaxshi ko'raman. Akajonimlar ham tez kunlarda sog'ayib ketsin. Bu sinovlarni ko'rmagandek bo'lib ketaylik onajon. Inshaalloh hali biz kutgan, biz orzu qilgan chiroyli kunlar keladi. Siz duoda bo'lib tursangiz bas duo qo'ying. Onajonim, sizni juda yaxshi ko'raman. Yuzlaringdan kulgu aritdik. Terilibdi ajinlar qator onajon, seni bizlar qaritdik. Dardlarimiz aytiblar takror. Ona, seni bizlar qaritdik. Oqga to'lgan soching orasi, 3 yilda bir kiyim kiygan sen bizga berib kiyim sarasi. Onajon, seni bizlar qaritdik. Tashvishlarni yelkanga ortib, onamiz-ku eshitadi deb to'rt tomon tortib. Ona, seni bizlar qaritdik. Bemor bo'lsam bedor bo'lgan sen. Har dardimni aytib mamnunlik, darding ne deb so'ramabman men. Nega buncha munissan ona, o'ylamaysan o'zing haqingda. Hayot, turmush, tashvishni o'ylab qariganing bildim yaqinda. Unim kam, yo'q bunim kam deya senga bir gul sovg'a olmabman. Farzandimga nazar soldimmi, lek onamga nazar solmabman. Yuzlaringdan kulgu aritdik, terilibdi ajinlar qator onajon, seni bizlar qaritdik. Dardimizni aytiblar takror. Onajon, seni bizlar qaritdik. Dardlarimiz aytiblar takror. Onajonim, bizga bergan chiroyli tarbiyalaringiz va halol yedirib, o'zingiz kiymak kiydirganlaringiz uchun rahmatlar aytmoqchiman. Sizni juda yaxshi ko'raman, deya qizalog'ingiz Shamsiyaxon dil izhorlarini yakunlaganlar. Sizning ham qizingizga, yaqinlaringizga dil izhorlaringiz bo'lsa, yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Rahmat qizimga ham. Rahmat hammalaringizga rahmat. Sizlarni ham Ramazon bayrami bilan tabriklayman.
qizimni ham, sizlarni ham sog' bo'lsin sizning baxtimizga. Qizlarim, nabiralarim, o'g'lim hammasi. Inshaalloh aytganingizdek doimo farzandlaringiz kamolini ko'rib yuring. Alloh sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingizdagi orzu maqsadlaringizni siz o'ylagandan-da go'zal amalga oshirsin Allohim. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin opajonim, kuningiz yaxshi o'tsin. Biz bilan ko'rgan chiroyli, samimiy suhbatlaringiz uchun Allohga rahmat kattakon. Sizlarga ham rahmat, kattakon rahmat sizlarga. Ishlaringiz omadli. Kuningiz yaxshi o'tsin.